Assalomu alaykum akalar. Mana bugun 25-mart. Konteynerlarimiz bir qator sizlarga obzor qilib bersak, AUX, Aufit, Vintage, Grey modellarimiz bor. Mana bu chekkada Grey, Vintage modellari bor. Arzon. Yoz yaqin issiqlar boshlanyapti. O'shanga arzongina 12 talik gold modelimiz. Mana tepadagi Vintage. Mashina biz sizlarga 3.400.000 so'm beramiz. Ularga olib borib o'rnatib berishi bilan 3.700.000 so'mga tushadi. 300.000 so'm usta haqqi. Kimlarga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Arzon narxlarda qilib beramiz. AUX'larimiz 3.700.000 qilib beramiz. 4 million so'mga o'rnatib berishi bilan. Mana shu JLR modelini 4.100.000 so'mga SSR modelini qilib beramiz. Tepadagi mana bunisini. Outfitlarimizni 3.900.000 so'mga qilib beramiz. O'rnatib berishi bilan. 18 taliklarimiz bor. 6 million so'mga o'rnatib berishi bilan. Kar modelimiz bor. Bularni o'rnatib berishi bilan 3.900.000 so'm qilib beramiz. Bu hozirgina ko'rsatgan Vintage modelimiz 3.700.000 so'mga. Isitgani ham, sovutgani ham yaxshi model. Yozlarga olib bersangiz bemalol yozib chiqadi. 18 taligi. 24 talik kar AUX. Yana ham arzonroq bormi deganlarga ziflarimiz bor, hali ochmaganmiz. Buni biz sizlarga 3.400.000 so'mga 100 ga olib borib o'rnatib berishi bilan Farg'onich. Kimlarga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Bizda har qanday betovoy texnika, mikrovolnovka, xolodilnik, kir mashina, kuller, plisoslarimiz ham bor. Keyingi safarga plisoslarni obzor qilib beramiz.